Zavatqchi. Xudo xolasa yarimtaga zavat bo'lyapti. Ishlashlariga gap yo'q. Qanga qo'ysa turadi. Gaz boschi. Ha. Bo'ldi. Assalomu alaykum akalar. Bu videoda tezda gazet tashlab jo'natib qo'yinglar. Bu mashinamizga 2 kalimat 3-chi avioni motor berganmiz. Hozirda nima ishlar bo'lgani haqida. Gazet mashinamiz. Vakuumli motorlarimiz o'rnashgan holati. Dolasa chotki birga bir o'rnashdi. Faqat shu hozir vozdahni ulab qo'yishimiz kerak. Ashish qoldi xolos. Ama juda go'zal o'rnadi xudo xolasa. Zavatqchi. Ishlashlariga gap yo'q. Yarimtaga zavat bo'lyapti. Detonatsiya degan narsa yo'q. Gaz boschi. Ha. Bo'ladi, o'chiror. Xudo xolasa motorlarimiz va ishlashlari zo'r. Bunga plus yana nima ish qilyapmiz? Bu eng qiziq joyi ichida. Tushundingmi? Buni eng qiziq joyi bu mashinamizni avtomat qilib berganmiz. Mana salonda zavat olishlari hamma joy ishlayapti. Tahometrlar. Qo'shimcha suvdalchilar qo'yib berganmiz. Aborot olishlari. Afshi gap yo'q mashinaga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqib ko'rasizlar, chiroyli qilib ishlaytirib beramiz. Xolasa gazelimizni avtomat yurishlarni ko'ramiz. Xolasa zo'r yurishlari. Bismillah. Dolar scrollmashtirishlari ham zo'r mashina. Zo'r. Assalomu alaykum akalar, mana gazel mashinamiz bo'lasa ketyapti ana. Bitti. Shopir aka qali, yaxshimi? 3 qo'yaveringlar, 3 ga gap yo'q anga. Mashina chiqdimi aka? Mashina o'ta xursand qildi onam. Bosing endi aka shaqarab. Bo'lasa zo'r avtomatda. O't. Yomon ketdi-yu lekin ha. 3 6 silindrli avtomat qilib yurgizdik. Endi Cobalt'ni mingiz kelmay qoladi. Xudo xolasa zo'r chiqdi.